Albert Eynshteyn o'rta xol oilada tug'ilgan. U tug'ilganida oilasi undan biror narsa noto'g'ri ketgan deb qo'rqib qolgan. Chunki u juda katta va g'ayritabiiy shaklda bosh bilan tug'ilgan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan bir necha hafta ichida boshi odatdagi shaklga qaytgan. Lekin oilaning xavotiri bu bilan tugamadi. U juda yoshligida ota-onasi uni aqliy jihatdan ortda qolgan bo'lishi mumkin deya o'ylagan. Chunki u gapirishni juda sekin o'rgangan va 4 yoshigacha umuman so'zlamagan. O'sha davrda u tez-tez fikrlari ichida to'liq gaplarni shakllantirar, lekin ovoz chiqarib aytmas edi. U gaplarni avval ichida yoki past ovozda pichirlab mashq qilardi. Ularni to'g'ri deb bilgandan keyin esa baland ovozda aytardi. Ko'pchilik Eynshteynni hayotda bir narsaga erisha olmaydi deb o'ylagan. 5 yoshida otasi unga odatiy cho'ntak kompasini ko'rsatadi. Bu Eynshteynda katta qiziqish uyg'otadi va bu ilm-fanga bo'lgan cheksiz mehrini boshlab beradi. U 6 yoshida skripka chalishni o'rganadi va bu mashg'ulot hayoti davomida davom etadi. Maktabda Eynshteyn yaxshi o'quvchi edi. Ko'p baholari yuqori bo'lgan. Sinfda eng yaxshi o'quvchilardan biri edi. Bu asosan matematika va fanga bo'lgan qiziqishi sababli edi. Uning baholari ko'pincha aynan shu fanlarga bog'liq bo'lgan. Atigi 10 yoshida u o'zini mustaqil ravishda o'qitishni boshlaydi. 12 yoshga kelib geometriyani, 15 yoshga borib esa hisoblashni o'zlashtirib bo'lgan edi. Ammo u maktabdagi qat'iy va do'rva o'qituvchilardan nafratlanardi. Shu sababli u 15 yoshida maktabdan chiqib ketadi va harbiy xizmatdan qochish uchun Germaniyani tark etadi. Ota-onasi undan xavotirda edi. Ularning o'g'li maktabdan chiqib ketgan, ishlashga yaroqsiz, kelajagi esa noaniq edi. Ammo Albert Eynshteyn ta'lim olishdan voz kechmadi. U Shveysariyada Federal texnologiya universitetiga hujjat topshirdi. Biroq ishonasizmi yo'qmi, kirish imtihonidan yiqildi. Albert Eynshteyn imtihondan yiqildi, chunki u tayyor emas edi. U matematika va fizikadan kuchli edi, ammo boshqa fanlardan bilim darajasi past edi. Shuning uchun birinchi imtihondan o'ta olmadi. Keyin u qayta topshirdi va qabul qilindi. O'sha yerda u kelajakdagi rafiqasi Milli va Marich bilan tanishdi. U bo'limdagi atigi 6 nafar talabadan yagona ayol edi. U institutni tamomlagach, deyarli 10 yil davomida akademik ish topa olmadi. Barcha professorlar Eynshteynning daholigini bilardi, lekin uning itoatsiz va qo'pol fe'l-atvori ularga yoqmasdi. Shuning uchun ular uni biror lavozimga tavsiya qilmasdi. Akademik muassasalar uni ishga olmasdi. Ammo yosh Eynshteynga pul kerak edi. Shuning uchun u patent idorasiga yozuvchi sifatida ish topdi. Bu ish juda zerikarli va Eynshteyn uchun juda oson edi. Ammo bu unga bo'sh vaqt berdi. Ish vaqtida ham o'qish va tadqiqot qilish imkonini berdi. Aynan shu davrda u eng muhim nazariyani ishlab chiqdi. U nisbiylik nazariyasini va dunyodagi eng mashhur tenglamasini yaratdi. Eynshteyn Nobel mukofotiga nomzod bo'ldi, lekin uni olish uchun 11 yil kutishga to'g'ri keldi. Eynshteynning doim takrorlaydigan so'zlari: "Menda hech qanday maxsus qiziqish yo'q. Men shunchaki juda kuchli qiziqishga egaman. Shuning uchun qiziqishingizni ergashtiring. Nima bo'lishidan qat'iy nazar uni izlang. Atrofdagi dunyoni savol ostiga qo'yishdan qo'rqmang. Xatolardan qo'rqmang. Har doim muvaffaqiyatli odam yangi narsalarni sinab ko'rganlardir. Xato qilish o'sishning bir qismidir. O'z qo'rquvingizni yengishdan qo'rqmang. O'z orzularingizni ergashtirishdan uyalmang. Siz Eynshteyn bo'lishingiz shart emas. Shunchaki eng yaxshi o'zingiz bo'lishingiz kifoya. Shunday ekan, erta uyg'oning va o'zingiz faxrlanadigan inson bo'ling. Dunyo sizni kutmoqda."